Hosila mavzusini davom qilamiz. 95-mavzu murakkab funksiya hosilasi. 95-1. Demak, bizga ma'lum murakkab funksiya qanaqa bo'lardi? Fx funksiyani ichida yana gx funksiya kelar edi. Ya'ni fx funksiyani argumentining o'rnida yana qandaydir bir funksiya kelsa, shu ko'rinishdagi funksiyaga murakkab funksiya der edik. Endi ana shu murakkab funksiyaning hosilasi qanaqa bo'ladi? Murakkab funksiyadan hosil olgan paytda oldin argumentdagi funksiyaga qaramasdan tashqaridagi funksiya bo'yicha hosil olinadi. Bu paytda argumentdagi funksiyani o'zi yoziladi. Ko'paygan keyin ichkaridagi argument o'rnida turgan ikkinchi funksiyadan ham hosil olinadi. Ya'ni avvalo argumentdagi funksiyaga qaralmasdan tashqaridagi umumiy funksiya bo'yicha hosil olinadi. Ko'paygan keyin argument o'rnida kelgan ikkinchi funksiyadan ham hosila olinadi. Bir nechta formulalar bor, shularni ko'rib chiqamiz va ularga oid misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, y'ning 10-darajasidan hosil olsak. Bu yerda formulada ularning barchasini funksiya deb qaraymiz. Bu ham funksiya qandaydir, bu ham funksiya, bu ham va hokazo. Qandaydir chiziqli funksiyami, kvadrat funksiyami, bularning barchasini funksiya deb qaraymiz. Ya'ni, masalan, y'ning o'yinchisi degani, y'ning x-inchisi degan ko'rsatkichli funksiya, uning darajasida ham qandaydir funksiya. Masalan, y'ning kosinus x-inchisi ko'rinishida bo'lishi mumkin bunday funksiyalar. Endi shundan hosil olgan paytda oldin asosiy funksiya y-ku bu yerda. Y bo'yicha hosil olsak, bilamiz, y'ning x-inchisining hosilasi y'ning x-inchisining o'zi edi. Shuning uchun y'ning o'yinchisidan hosil olsak, y'ning o'yinchisining o'zi ko'paygan ikkinchi funksiyamiz, ya'ni darajadagi u funksiyadan ham hosil olishimiz kerak. Misol, masalan, y'ning kosinus x-inchisi. Demak, oldin y bo'yicha hosil olsak, y'ning hosilasi o'zi bo'lar edi. Ko'paygan endi darajada hosil olishimiz kerak. Kosinusdan hosila minus sinus x. Ikkinchi formulamiz ko'rsatkichli funksiyani hosilasi. A ning x-inchisining hosilasi a ning x-inchisi ko'paygan ln a ko'rinishida bo'lar edi. Demak, a ning o'yinchisidan hosila. Asosiy funksiya a bo'lganligi uchun a ning o'yinchisidan hosil olsak, a ning o'yinchisi ko'paygan ln a bo'ladi. Buni oldin ham bilar edik. Va ko'paygan darajani ham funksiya deb qarasak, undan ham hosil olib qo'yishimiz kerak. Masalan, 2 ning x kvadrat plus 4-chisi. Agar 2 ning x-inchisining o'zi bo'lsa, buning hosilasi 2 ning x-inchisi ko'paygan ln 2 bo'ladi. Lekin darajada ham boshqa funksiya kelganligi uchun endi darajadan ham hosil olib ketishimiz kerak. Shundan 2 ning x kvadrat plus 4-chisi ko'paygan ln 2, ya'ni 2 ning x-inchisi degan funksiyani hosilasini yozdim. Ko'paygan endi darajadan hosil olsak 2x. Ya'ni x kvadratning hosilasi 2x, 4niki 0 bo'lib yo'qolib ketdi. Ln ga keldik. Bilamiz, ln x ning hosilasi 1/x edi. Shuning uchun ln u ning hosilasi 1/u bo'ldi va ko'paygan murakkab funksiya bo'lganligi uchun argumentdan ham hosil olib ketishimiz kerak. Masalan, ln 4x kvadrat plus 1. ln ning hosilasi 1/4x kvadrat plus 1. Endi argumentdan ham hosil olsak, 4x kvadratning hosilasi 8x. Ya'ni daraja oldinga tushganning hisobini bu 8x bo'ldi, buning hosilasi esa 0. Keyingisi bilamiz, logaritmning funksiyasining hosilasi, masalan, logaritm a asosiga ko'ra x bo'lsa, 1/x ko'paygan ln a bo'lar edi. Shunga ko'ra logaritm a asosiga ko'ra u ning hosilasi 1/u ln a. Va bu yerda u murakkab funksiya, ya'ni uni o'zi ham boshqa funksiya bo'lib turganligi uchun u dan ham hosila olib ko'paytirib ketishimiz kerak. Masalan, logaritm 4 asosiga ko'ra sinus x. Logaritmning o'zi bir funksiya, argumentdagi sinusning o'zi ikkinchi funksiya. Demak, oldin logaritm bo'yicha oladigan bo'lsak, 1/x sinus x ln 4 ko'paygan endi ichkaridan sinus x dan hosil olsak, kosinus x. Keyingisi, bilamiz, darajali funksiyadan hosil olsak, daraja oldinga tushar edi va darajadan bir ayrilar edi. Shunga ko'ra, u ning n'chisidan hosil olsak, n oldinga tushib, darajada esa darajadan bir ayirganimiz qoldi. Masalan, x ning 4-chisidan hosil olsak, 4 oldinga tushar edi va x ning kubi qolar edi. Oddiy funksiya bo'lsa. Bu yerda ham xuddi shunday, u ning n'chisidan hosil olgan paytimizda n oldinga tushdi.
va uning n minus birinchisi qoldi. Endi uni o'zi ham boshqa bir qandaydir funksiya bo'lganligi uchun ko'paygan uni o'zidan ham hosil olib ketishimiz kerak. 5-misolni ko'radigan bo'lsak, oldin daraja oldinga tushib, darajadan 1 ayrilish kerak. Daraja 8 bo'lib turibdi. 8 oldinga tushsa, 8 ko'paygan, xuddi shu narsaning endi 7-darajasi qolishi kerak. X ning 4-chisi plus 8x kvadrat plus 5 ning 7-chisi. Endi nima qilamiz? Udan ham hosil olishimiz kerak. U vazifasida bizda x ning 4-chisi plus 8x kvadrat plus 5 turibdi. Shundan ham hosil olib ketishimiz kerak. X ning 4-chisidan hosila 4x kub plus 8x kvadratdan hosila 16x. 5 ning hosilasi 0 bo'lib yo'qolib ketadi. 6-formula 5-formula bilan bir xil. Farqi 6-formulada oldinda koeffitsient kelgan. Koeffitsient kelsa, koeffitsiyentdan hosil olinmaydi. O'zi yoziladi. Masalan, s ko'paygan 10-chisidan hosilami? S turibdi. Mana shu tarafdan hosil olganmiz. n oldinga tushgan va darajadan 1 ayrilgan, keyin 10 o'zidan ham hosil olingan. 6-misol. 1/3 koeffitsient bo'lib turibdi. 1/3 deb o'zi yoziladi. Demak, nima qiladi? Daraja oldinga tushadi. 3 oldinga tushadi va darajadan 1 ayriladi. Tangens kvadrat x qoladi. Hozir faqat daraja bo'yicha hosil oldik. Endi uni o'zidan ham, ya'ni tangens x ni o'zidan ham hosil olishimiz kerak. Tangens x ning o'zidan, 3-darajasidan emas, chunki 3-darajasidan o'zi olib bo'ldik. Tangens x ni o'zidan olishimiz kerak. Tangens ning hosilasi 1 kosinus kvadrat x. 3lar qisqarib ketsa, javob tangens kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x ga teng bo'ladi. Ushbu funksiyamizning hosilasi. 7-formula. Sinus x hosilasi kosinus x edi. Kosinus x ning hosilasi minus sinus x edi. Lekin bular murakkab funksiya. Sinus u, ya'ni sinus yana qandaydir funksiya keladi argumentida. Ana shunday paytda, sinusdan hosil olgan paytda kosinus u deb yozib olamiz. Ko'paygan keyin ichkaridagi udan ham hosil olishimiz kerak. Kosinusga ham shunday. Kosinusdan hosilasini minus sinus deb yozib olamiz. Ko'paygan ichkarisidagi udan ham hosil olishimiz kerak. Masalan, sinus 13x plus 7. Mana shu u ning o'rnida endi oddiy x emas, 13x plus 7 kelgan. Demak, sinusdan hosil olamiz. Sinus u ning hosilasi kosinus u edi-ku, ya'ni sinus u ning hosilasi kosinus u. Demak, bu bo'ladi kosinus u ning o'rnida 13x plus 7 turibdi. Ko'paygan keyin ana shu udan ham hosil olib qo'yishimiz kerak edi. Ya'ni ichkaridagi 13x plus 7 dan ham hosil olib qo'yishimiz kerak. 13x plus 7 ning hosilasi 13x niki 13 plus 7 niki bo'lsa 0 bo'lib ketadi. Buni yozib o'tirish shart emas. Keyingisi ham shunday. Kosinusdan hosila minus sinus, kosinusdan hosila minusdan sinus. O'zini yozib turamiz boshda. X kvadrat plus 4x plus 5 ko'paygan endi ichidan hosil olamiz. Ana shundan hosil olamiz. Qosda yozaman. X kvadratniki 2x plus 4x niki bo'lsa 4 ko'rinishida keladi. Tangensniki 1 kosinus kvadrat edi. Endi udan ham hosil olishimiz kerak. Shuning hisobiga ko'paygan u shtrix yozib ketamiz. Tangensniki 1 kosinus kvadrat 11x plus 90. Ko'paygan endi ichidan hosil oladigan bo'lsak, 11x plus 90 dan hosil oladigan bo'lsak, 11x hosilasi 11 plus 90 ning hosilasi bo'lsa 0. Endi mana shu formulalardan foydalanib o'zingizni sinab ko'ring, misollarni yechamiz. O'zingiz sinab ko'ring misollarda quyidagi funksiyalar berilgan hosilalarni topishimiz kerak. Birinchisi. Bu 6-formulaga tushib turibdi. 5 ekan, chunki oldida koeffitsient yo'q. Oldin darajadan olar edik, keyin ichkarisidan olar edik. Demak, y hosila daraja oldinga tushadi. 7 ko'paygan x kub plus 2x kvadrat minus 5x ning darajadan 1 ayiradigan bo'lsak, 6-darajasi qoladi. Ko'paygan endi ichidan hosil olishimiz kerak. Ichidan hosil oladigan bo'lsak, bu 3x kvadrat plus buni hosilasi 4x minus buni hosilasi 5 ga teng. Keyingisi birinchi formulaga to'g'ri kelib turibdi. Y hosila y ning hosilasini o'zi y ni o'zi bo'lar edi. Ya'ni y ni minus 3x plus 7-sidan hosila minus 3x plus 7.
ko'paygan, keyin darajadan hosila olar edik. Darajaning hosilasi -3x ning hosilasi -3, 7niki bo'lsa 0 yozib o'tirish shart emas. Oxirdagi formulaga to'g'ri kelib turibdi. Y hosila teng tanginsning hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat bo'lar edi. Bu yerda x kvadrat -3x + 7 bo'lgani uchun bu ham x kvadrat -3x + 7. Ana endi ichidan hosil olaman. Ya'ni argument o'rnida turgan x kvadrat -3x + 7 dan hosil olaman. X kvadratniki 2x - 3x niki 3 ga teng. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3-misoldan keyin 6-ga o'tib ketganman, chunki 4-chi, 5-chi misollar 95-2-chi mavzuning misollari ekan. Ya'ni hali mavzusini o'tmaganligim uchun bu misollarni tashlab ketaman. 95-2-chi mavzuni o'tgan paytda tashlab berib ketaman ularni. 6-chi misol ln. Lnning hosilasi ln x bo'lsa 1 taqsim x bo'lar edi. Lekin bu yerda x emas, x kvadrat - 3 sinus x. Demak, ln u ko'rinishida deb qarasak buni bilamiz, ln uning hosilasining formulasi bor bizlarda. 1 taqsim u ko'paygan, ichkarisi ham boshqa funksiya bo'lib turganligi uchun u shtrix deb yozib ketishimiz kerak edi. Shunga ko'ra f x 1 taqsim x kvadrat -3 sinus x ko'paygan. Endi ichidan hosil oladigan bo'lsak, x kvadratniki 2x minus koeffitsiyentdan hosil olinmas edi. Sinusning hosilasi kosinus x ko'rinishida bo'ladi. Ushbu funksiyaning hosilasi. 7-chi funksiyamiz sinus x. Bu yerda ko'pchilik o'quvchilarimiz ko'paytiruv bor deb o'ylab ko'paytmadan hosil oladi, lekin hech qanday ko'paytiruv yo'q bu yerda. Bu shunchaki y teng sinus x funksiyadagi x ning o'rnida yana sinus x kelgan holati. Ya'ni argumentlar ham funksiya kelib turibdi. Demak, nima qilamiz? Y hosila sinusdan hosil olsak, kosinus x bo'lar edi, lekin x ning o'rnida ham bu yerda sinus x kelib turibdi. Ya'ni sinus u dan hosil olsak, kosinus u deb yozib turar edik. Keyin uni o'zidan alohida hosil olar edik. Sinus uni hosilasini kosinus u deb yozdim. Ko'paygan. Endi uni o'zidan alohida hosil olsak, sinus x hosilasi kosinus x ko'rinishida bo'ladi. 8-misol. Y teng logaritm o'rnatsa ko'ra, tangens 4x plus sinus x kvadrat plus x plus 4 bo'lsa, ana shu funksiyaning hosilasini toping deyilgan. Demak, yig'indi bo'lib turibdi bu yerda. Oldin birinchi qo'shuvchidan hosil olar edik, keyin ikkinchi qo'shuvchidan hosil olar edik. Va har bir qo'shiluvchining o'zi ham murakkab funksiya bo'lib turibdi. Masalan, birinchi funksiyada 3 ta funksiya kelgan. Birinchisi logaritmik funksiya, uning argumentida tangens va uni ham ichida chiziqli funksiya kelgan. Demak, oldin logaritm bo'yicha, keyin tangens bo'yicha, keyin mana bu 4x dan ham hosil olib ketishimiz kerak. Bu degani 3 marta hosil olamiz mana bu yerda. Bu yerda bo'lsa ikkita funksiya kelgan. Bittasi sinus va uning ichida bo'lsa kvadrat funksiya. Demak, sinusdan hosila ko'paygan, uning ichidagi kvadrat funksiyadan hosila bo'ladi. Y hosila teng logaritmning hosilasi 1 taqsim masalan y teng logaritm asosiga ko'ra x bo'lsa, bundan hosil olsak 1 taqsim mana bu x yozilar edi, keyin ln a bo'lib ketar edi. Endi bizda a ning o'rnida 10 turibdi. Demak, oxirida ln 10 kelishi kerak. Lekin mana bu x ning o'rnida endi x emas, tangens 4x kelgan. Shuning uchun oldiga tangens 4x ni ko'paytirib qo'yaman. Ko'paygan, hozir faqat logaritm bo'yicha hosil oldim, endi tangens bo'yicha hosil olaman. Tangensning hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat. Ya'ni tangens u dan hosila 1 taqsim kosinus kvadrat u bo'lar edi-ku. Uning o'rnida 4x turganligi uchun 1 taqsim kosinus kvadrat 4x. Endi uni o'zidan ham hosil olishimiz kerak. Ya'ni tangensning argumentidagi 4x dan ham hosil olishimiz kerak. 4x dan hosil olsak, ko'paygan 4 bo'ladi. Plus sinusning hosilasi kosinus x kvadrat plus x plus 4 ko'paygan u dan hosila, ya'ni mana bu x kvadrat plus x plus 4 dan hosila 2x plus x niki 1, 4 niki bo'lsa 0, uni yozib o'tirmayman. 9-misol, agar fx funksiya ana shu ko'rinishda bo'lsa, funksiyaning hosilasining pi taqsim 6 dagi qiymati toping deyilgan. Demak, funksiyadan hosil olamiz. f x koeffitsiyentdan hosil olinmas edi. 2 ildiz osti 3 ko'paygan, kosinus u dan hosil olsak, minusdan sinus u ko'paygan, uni o'zini hosilasi, ya'ni 4x ning hosilasi 4.
minus 2 ko'paygan, bu yerda oddiy funksiya, murakkab funksiya emas, cosinus x. Cosinus x ning hosilasi bilamiz, minusdan sinus x. Soddalashtirib oladigan bo'lsam, minusni oldinga yozaman. 4 ga 2 ildiz 3 ko'payganning hisobiga 8 ildiz 3 keladi. Sinus 4x bu. Endi minus bilan minus plus bo'lib ketadi. 2 sinus x. Ana funksiyaning hosilasini topdik. Endi shu hosilasining bir taqsim 6 dagi qiymati kerak. Demak, f hosila bir taqsim 6 teng minus 8 ildiz 3 ko'paygan. Bu x ning o'rniga pi taqsim 6 qo'yadigan bo'lsak, 4 bilan 6 qisqarsa 2 taqsim 3 qoladi. Ya'ni sinus 2 pi taqsim 3. Plus 2 ko'paygan, bu yerga pi taqsim 6 qo'ysa, sinus pi taqsim 6 keladi. Minus 8 ildiz 3, sinus 2 pi taqsim 3. Ya'ni sinus 120 da qiymati bu ildiz 3 taqsim 2 plus 2 ko'paygan sinus 30 gradusda qiymatimiz bo'lsa, 1 taqsim 2 ga teng. 2 bilan 8 qisqarsa 4 qoladi. Ildiz 3 ga ildiz 3 ko'paysa 3 bo'ladi. 4 bilan minus 12 chiqadi. Plus bu tarafi bo'lsa 1 qoladi. Javob minusdan 11 ga teng ekan. Ushbu funksiyaning hosilasining pi taqsim 6 nuqtadagi qiymati. 10-misol ham 9-misolga o'xshaydi. Funksiya berilgan, hosilasining pi taqsim 10 nuqtadagi qiymati kerak. Oldin mana bu kub ildizni ratsional ko'rsatkichli daraja ko'rinishiga o'tib olaman. Chunki kub ildiz uchun formula yo'q hosilada. Y teng bu bo'ladi sinus 5x ning bu yer 2 bo'lganligi uchun, bu yer 3 bo'lganligi uchun 2 taqsim 3-si bo'ladi. Endi darajali funksiya bo'lib turibdi, ya'ni uning n'chisi bo'lib turibdi. Oldin darajadan hosil olinar edi, keyin ichkaridagi funksiyadan hosil olinar edi. Bu yerda hosilani 3 marta olaman. Birinchi darajadan, ikkinchi sinusdan, uchinchi sinusning argumentidagi 5x dan ham olishim kerak. Chunki bu ham 5x ham bir chiziqli funksiya. Demak, y hosila 2 taqsim 3 ga tushadi. Va darajada sinus 5x ning bundan 1 ayirib tashlasak, minus 1 taqsim 3 qoladi. Ko'paygan darajadan olib bo'ldim, endi ichkarisidan olishimiz kerak. Sinus 5x dan hosil olishim kerak. Sinus 5x ning hosilasi cosinus 5x. Ko'paygan endi 5x dan ham olishim kerak. 5x ning hosilasi 5. Hosila olib bo'ldim. Endi shu hosilaning pi taqsim 10 nuqtadagi qiymati kerak. Pi taqsim 10 ni qo'yadigan bo'lsam, x ning o'rniga pi taqsim 10 ni qo'ysam, bular qisqarib pi taqsim 2 qoladi. Bu yerga pi taqsim 10 ni qo'yadigan bo'lsam, bu yerdan 5 bilan 10 qisqarib pi taqsim 2 qoladi. Va cosinus pi taqsim 2 dan 0 ga teng. Shuning uchun ko'paytmada bitta 0 qatnashganligi uchun to'liq ko'paytmaning qiymatini 0 ga aylantirib beradi. Demak, hosilaning pi taqsim 2 nuqtadagi, ya'ni pi taqsim 10 nuqtadagi qiymati 0 ga teng ekan. 11-misol. Funksiya berilgan, hosilasining x teng 1 nuqtadagi qiymati kerak. Lndan hosila oladigan bo'lsak, 1 taqsim bo'lar edi. Ya'ni ln u dan hosila 1 taqsim u bo'lar edi. Shuning uchun ln uni o'rnida ildiz ostida 8 plus x kvadrat kelganligi uchun mahrajda 8 plus x kvadrat. Endi bu yerda ko'p odam xato qiladi, lndan hosila oladi. 1 taqsim ildiz ostida 8 plus x kvadrat deb ketadi. Ko'paygan ichidan hosil olib ketadi. Ya'ni bundan hosil olib ketib 2x deb ko'paytirib yozib ketadi. Lekin bu xato. Chunki o'rtada ildiz qolib ketdi. Bu yerda 3 ta funksiyadan hosil olish kerak. Lndan olish kerak, ildizdan olish kerak, keyin ichkaridagi kvadrat funksiyadan olish kerak. Chunki ildiz ostida x o'zi ham funksiya-ku. Buni hosilasi 1 taqsim 2 ildiz ostida x edi. Bu yerda x bo'lsa, x bo'ladi, x plus 5 bo'lsa, x plus 5 bo'ladi, 8 plus x kvadrat bo'lsa, 8 plus x kvadrat bo'ladi. Demak, misolga qaytamiz. Ln uning hosilasi 1 taqsim u bo'ldi. Ko'paygan. Endi ildizdan hosil olsam, 1 taqsim, masalan, ildiz ostida x ning hosilasi 1 taqsim 2 ildiz ostida x mi? Ildiz ostida 8 plus x kvadrat hosilasi bo'lsa, 1 taqsim 2 ildiz ostida 8 plus x kvadrat. Hozir aytib o'tdim. Ko'paygan endi oxirida kvadrat funksiyadan olsak bo'ladi. 8 ning hosilasi 0, x kvadratniki bo'lsa 2x. Soddalashtirsak 2 bilan 2 qisqaradi. Suratda x qoladi. Ildizli ifodani ko'paytiradigan bo'lsak, ildiz yo'qolib ketib 8 plus x kvadratni o'zi qoladi. Endi shu hosilaning
bir nuqtadagi qiymatini topadigan bo'lsak, 1 ni qo'ysak 1, bu yerga 1 ni qo'ysak 9. Ya'ni 1 taqsim 9 degan javob chiqadi ekan. 12-misol, agar fx teng y darajada ax kvadrat plus bx plus 1 funksiya uchun funksiyaning 1 nuqtadagi qiymati, funksiyaning 0 nuqtadagi qiymati va uning hosilasining 0 nuqtadagi qiymati teng bo'lsa, a ko'paygan b ning qiymatini toping. Ya'ni darajadagi a va b ning ko'paytmasini topishimiz kerak ekan. Bizga aytilgan funksiyani o'zidagi x o'rniga 1 qo'yganimiz, funksiyaning o'zidagi x ning o'rniga 0 qo'yganimiz va hosilasiga 0 qo'yganimiz uchalasi teng ekan. Demak, oldin funksiya o'zining x teng 1 nuqtadagi qiymatini topib olaman. Shunda f1 teng, mana funksiya x ning o'rniga 1 qo'ysak, bu yerdagi x larning o'rniga ham 1 qo'yib chiqishimiz kerak. Y ning 1 qo'ysam kvadrati 1, a ga ko'paytirsam a qoladi. Bu yerga 1 qo'ysam x ning o'rniga b qoladi plus 1 ni o'zi. Endi x teng 0 nuqtadagi funksiyaning qiymatini topaman. Buning uchun x larning o'rniga 0 qo'yib chiqishim kerak. Bu yerga 0 qo'ysam f0, y darajada x o'rniga 0 qo'ysam yo'qolib ketadi bu tarafi, bu taraf ham x o'rniga 0 qo'ysam yo'qolib ketadi, y ning birinchisini o'zi qoladi. Endi keyingi ish hosila olishimiz kerak. Hosila olsak, y ning hosilasining oldin o'zi bo'lar edi, ya'ni y ning hosilasi y ning o'zi. Y ni ax kvadrat plus bx plus birinchisi. Ko'paygan keyin darajadan hosil olar edik. Darajadan hosil olsak, ax kvadrat a koeffitsient bo'lganligi uchun bundan hosil olinmaydi. X kvadratdan hosil olsak 2x, a ga ko'paysa 2ax. B x dan hosila b ning o'zi bo'lar edi. Masalan, 2x hosilasi 2 bo'lgani kabi. 1 dan hosila 0 yozib o'tirmayman. Endi hosilasining 0 nuqtadagi qiymati kerak bizga. f' 0, y darajada 0 qo'ysam y ning birinchisi qoladi. Bu yerga 0 qo'ysam yo'qolib ketib b ning o'zi qoladi. Endi mana shu uchalasi teng deyilgan bizda, uchisini tenglab turib a va b ning qiymatini topsak bo'ladi. Ya'ni y darajada a plus b plus b teng ekan y ning birinchi darajasiga, u ham teng ekan hosilasining 0 dagi qiymatiga. Ya'ni y ning birinchisi ko'paygan b ga. Y ning birinchisi ko'paygan b ga. Ana shu ikkala tenglikdan ikkala tarafini ham y ga bo'lib yuborsak, b teng 1 lik kelib chiqadi. Demak, b ning qiymatini topdik. Endi a ning qiymatini topishimiz kerak. A ning qiymatini topishim uchun mana shu ikkalasini tenglayman. Y darajada a plus b ni birligini bildim, birdan part endi qo'ysam bo'ladi. Va mana qo'ygan birimga bu tarafdagi 1 qo'shilib 2 keladi. Teng bu tarafda esa y ning birinchisi edi. Asoslari bir xil. Tashlab yuborsak, a plus 2 teng 1 qoladi. Bundan a teng -1 chiqadi. A ko'paygan b ni top deyilgan, a ning o'rniga -1, ko'paygan b ning o'rniga 1 qo'ysam, ko'paytmaning qiymati -1 ga teng bo'lar ekan. 13-misol. Agar fx funksiya uchun mana bu tenglik o'rinli bo'lsa, f hosila 1 ning qiymatini toping deyilgan va bu yerdagi mana bu soni o'zgarmas son deb berilgan. Demak, nima qilaman? Funksiyaning hosilasining 1 dagi qiymati so'ralganligi uchun oldin funksiyadan hosil olaman. Hosil olgan tarafda, hosil olgan paytimizda mana bundan chap tarafdan alohida va teng o'ng tarafdan alohida hosil olaman. O'zgarmas son bo'lgandan keyin buning hosilasi 0 ga teng. Bu yerda ko'paytma kelgan. Ko'paytmaning hosilasi oldin birinchisidan hosil olinar edi. X ning hosilasi 1, ikkinchisining o'zi yozilar edi. Plus keyin birinchisining o'zi yozilib, ikkinchidan hosil olinar edi. fx ning hosilasi f'(x). Endi o'ng tarafda ham ko'paytma kelgan. Ko'paytmadan hosil olsak, oldin birinchisidan hosil olinar edi. X - 1 ning hosilasi 1 ga teng, ikkinchisining o'zi yozilar edi. Plus keyin birinchisining o'zi yozilib, ikkinchisidan hosil olinar edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkinchisi murakkab funksiya bo'lib turibdi, chunki darajali funksiya va uning usini o'rnida yana chiziqli funksiya kelgan. Demak, oldin darajadan hosil olar edik. Daraja oldindan tushar edi. 11 ko'paygan 2x - 1 ning darajadan 1 ayirsak 10-chisi qolar edi. Keyin ichkaridagi u dan hosil olsak, 2x - 1 ning hosilasi ko'paygan 2 bo'lar edi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz mana shu 2x - 1 dagi 2 ni yozmay ketishadi. E'tiborli bo'lish kerak shu o'rinda. Endi funksiyani hosil olib bo'ldik.
hosilaning bir nuqtadagi qiymati so'ralganligi uchun x larning o'rniga 1 qo'yib chiqamiz. Bu yerda f 1 qoladi. Bu yerda 1 ko'paygan f'1. Uni ham qiymati f'1 ga teng. Teng. Bunga 1 qo'yadigan bo'lsak 2 bo'ladi. 2 dan 1 ni ayirsak 1 qoladi. 1 ning 11-chisi 1, 1 ga ko'paytirsak 1. Va bu yerga 1 qo'yadigan bo'lsak 1 dan 1 ni ayirsak 0. Va bu tarafdagi barchasini 0 ga aylantirib yuboradi. Demak, bizda hosil bo'ldi f1 plus f'1 teng 1 degan tenglik. Hosilasining bir nuqtadagi qiymati kerak. Mana bu tenglikdan hosilaning bir nuqtadagi qiymatini topadigan bo'lsam, 1 ning yoniga minus olib o'tadi. Mana bu f1. Hosilasining bir nuqtadagi qiymati bu aniq son chiqishi kerak. Bizda hali aniq son chiqmadi. f1 ham kelib qoldi. Mana bu tenglikning aniq son qiymatini topishim uchun endi f1 ni topishim kerak bo'ladi va f1 ni shu yerga qo'yib qiymatini topaman. f1 ni topishim uchun, ya'ni funksiyaning hosila olmasdan turib bir nuqtadagi qiymatini topishim uchun misolga qaytaman va x larning o'rniga 1 qo'yib chiqaman. X larning o'rniga 1 qo'yib chiqsam, bu yerda x yo'q, sini o'zi. Bunga 1 qo'ysam, 1 ko'paygan f1 teng. Bunga 1 qo'ysam 0 bo'lib ketadi va to'liq hamma yer 0 ga aylantiradi. Shundan s plus f1 teng 0 bo'lib qoldi. f1 ni topsa, s bu tarafga o'tsa, minus s bo'lib qoldi. f1 ning, ya'ni f1 ning o'zi ham aniq son chiqmadi. f1 endi s ga bog'liq bo'lib qoldi. Endi s ning qiymatini topsam, f1 chiqadi. Keyin f1 ning qiymatini qo'ysam, f'1 chiqadi. Bir-biridan bog'liq bo'lib ketdi. Endi 3-ish deb qarab s ni topib olaman. S ni topishim uchun x ning o'rniga 0 qo'ysam bo'ldi. Chunki x ning o'rniga 0 qo'ysam, mana bu taraf yo'qolib ketadi va bu yoqda bir son chiqadi. Demak, s plus x ga 0 qo'ysam, bu yer 0 teng x ga 0 qo'ysam, minus 1 ko'paygan, 0 qo'ysam minus 1 ning 11-darajasi, u ham minus 1. Bundan s teng 1 ga tenglik kelib chiqadi. Shunda bu yerga 1 ni qo'ysam, f1 ning qiymati kelib chiqadi minus 1. Endi shu f1 ni bu yerga qo'ysam, f', ya'ni bizga kerak bo'lgan f'1 ning qiymati keladi. 1 minus 1. 1 plus 1 bo'lib 2 ga teng bo'lar ekan bizdan so'ralgan ifodaning qiymati. 14-misol, agar f logaritm 3 x minus 1 funksiya x kvadrat minus 8x plus 3 ga teng bo'lsa, funksiya hosilasining bir nuqtadagi qiymatini toping. Ko'rib turgan bo'lsangiz, murakkab funksiya bo'lib turibdi. F funksiyaning ichida ham yana logaritmik funksiya kelgan. Demak, bundan hosil oladigan bo'lsam, ya'ni f qandaydir u funksiya bo'lib turgan bo'lsa, bundan hosil olsam, f dan hosil olaman. Ko'paygan ichkarisidagi u dan ham hosil olishim kerak. Shunga ko'ra, to'liq hosil olsam, f dan hosil olsam, buni f' logaritm o'shasiga ko'ra x minus 1 deb yozib olaman. Ya'ni f u ning hosilasi f' u oldim. Ko'paygan endi ichidagi u dan ham hosil olishim kerak. Ya'ni ikkinchi logaritm o'shasiga ko'ra x minus 1 degan ikkinchi funksiyadan ham hosil olishim kerak. Logaritmning hosilasi 1 taqsim x ln 3. Minus 1 ni kelsa 0, buni yozib o'tirish shart emas. O'ng tarafga esa oddiy funksiya x kvadratniki 2x minus 8x niki 8. Ana funksiyadan hosil olib bo'ldik. Soddalashtirsam, f' logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 1 ni o'zini qoldiraman. 2x minus 8 ning yoniga mana buni ko'paytirishni o'tirib beraman. Ko'paygan x ln 3. Endi hosilasining bir nuqtadagi qiymati kerak. Ya'ni mana bu yerga 1 ni qo'yishimiz kerak. Buning uchun x qancha qo'yishimiz kerak? Ya'ni f' argumentda 1 kelishi uchun mana bu x ning o'rniga necha qo'yishimiz kerak? Buni topish uchun mana bu tenglikni 1 ga tenglab x ni topib qolaman. Logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 1 teng 1. Logaritm 3 asosiga ko'ra x teng 2. Bundan x ni topadigan bo'lsak, 3 ning kvadrati bo'lib 9 chiqadi. Demak, x larning o'rniga 9 qo'ygan paytimizdagina bu yerda 1 keladi. Tekshirib ko'rsak, 9 ni qo'ysam, logaritm 3 asosiga ko'ra 9 ning qiymati 2 ga teng. 2 dan 1 narsa haqiqatdan ham 1 chiqadi. Bu yerga 9 qo'ydikmi, majbur bularga ham 9 qo'yishimiz kerak. Bunga 9 qo'ysak, 2 karra 9 18. 18 dan 8 ni ayirsak 10. Ko'paygan 9 ko'paygan ln 3.
Demak, f' 1 ning qiymati 90 ko'paygan ln 3 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolda x ning x'inchisi funksiyaning hosilasini toping deyilgan. Bu ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'rsatkichli funksiya ham emas, darajali funksiya ham emas. Chunki ko'rsatkichli funksiya bo'lish uchun asosi o'zgarmasdan bo'lishi kerak. Darajali funksiya bo'lish uchun darajasi o'zgarmasdan bo'lishi kerak. Bu yerda asosi ham, darajasi ham noma'lum. Va ko'rsatkichli funksiyaning hosilasiga ham tushmaydi, darajali funksiyaning hosilasiga ham tushmaydi. Shuning uchun bu turdagi misollarni ishlashning o'zining usuli bor. Usul quyidagicha. Ikkala tarafini ham logaritmlab yuboraman. Ya'ni qulay bo'lish uchun, hosil olishga ham qulay bo'lish uchun ikkala tarafini ham logaritm yasasiga ko'ra. Ya'ni lnlab beraman. Natijada ln y keladi, bu tarafda bo'lsa ln x ning x'inchisi keladi. Hech nima o'zgarmaydi. Baribir logaritmdan tashlab bergan vaqtda yana funksiyani o'zi qaytib keladi. Soddalashtirib olaman. ln y teng. Bilamiz, logaritmning darajasi logaritmning oldiga tushadi. X ko'paygan ln x. Bu yerda logaritmlashdan maqsad darajadagi x ni oldinga tushirish edi. Darajadagi x faqat logaritm bo'lsagina tushadi. Shuning uchun logaritmlab berdim. Endi ikki tarafdan hosil olaman. Bu yerda murakkab funksiyadan, bu yerda ko'paytmadan hosil olaman. ln ning hosilasi 1 taqsim y ko'paygan y ni o'zi ham funksiya bo'lganligi uchun bundan ham hosil olishimiz kerak. Ya'ni ko'paygan y' deb yozib qo'yishimiz kerak. Teng. Ko'paytmadan hosil olsam, birinchisining hosilasi, ikkinchisining o'zi plus birinchisining o'zi, ikkinchisining hosilasi 1 taqsim x. 1 taqsim y ko'paygan y' teng. Bu yerda ln x qoladi plus bu yerda esa 1 deb ketibman. Ya'ni birinchisining hosilasi, ikkinchisining o'zi plus birinchisining o'zi, ikkinchisining hosilasi bo'lishi kerak edi. X'lar qisqarib ketsa 1 qoladi. Endi y' topaman, chunki y' kerak bizga, ya'ni funksiyaning hosilasi kerak. Y' topadigan bo'lsam, mana bu ln x plus 1 ning o'rniga 1 taqsim y, ya'ni mana bu maxrajdagi y ko'paytirishib o'tadi. Buni ham yozsa bo'ladi. ln x plus 1 y deb nimani oldik? X ning x'inchisini oldik. Demak, mana bu funksiyaning hosilasi ln x plus 1 ko'paygan x ning x'inchisiga teng bo'lar ekan. Ushbu turdagi misollar yana keladi. Y ning x ning x'inchisi turkumidagi misollar ham keladi va mana shu funksiyaning hosilasini topgan paytda ham ikkala tarafini lnlab topamiz va mana bu hozir topgan hosilamizdan foydalanamiz, buni hosilasini topgan paytimizda.